Bugun yaxshiroq o'ynagan jamoa yutqizdi. Ikkinchi jamoaning yaxshi o'ynashga unaqa ehtiyoji ham yo'q edi aslida. Odamlar Yamal haqida gapiradi. Anfielddagi bekor qilingan penaltini muhokama qiladi. Lekin gap unda emas. Ikkala o'yini ham bitta shafqatsiz epizod bilan hal bo'lib ketdi. Madrid, Atletico Barcelona. Barcelonada hamma narsa bor edi. 25 daqiqa ichida kiritilgan ikkita gol, ishlayotgan reja, Yamal, to'p nazorati va shijoat. Lekin o'yinning 31-daqiqasida Griezmann Lukmanni ko'rib qoldi. Bitta yugurish va bitta zarba. Atletico yana o'yinga qaytdi va bu juftlik taqdiri mana shu epizodda hal bo'ldi. Barselona bitta gol farqini yo'qqa chiqara olmadi. Garsiyaning qizil kartochkasi esa oddiy bir oqibat edi, ammo mag'lubiyat sababi emas. Anfield, Liverpool PSJni butun o'yin davomida nazorat qila olmadi. Inglizlar xavfli vaziyatlarni vujudga keltirishdi, bosim ham qilishdi va hattoki penalti ham belgilandi. Lekin VAR uni bekor qildi. PSG esa faqatgina poyladi. Dembele 73-daqiqa qarshi hujum va burama zarba. Darvozabon ojiz. Amaldagi chempionlar yarim finalga chiqdi. Nachora, bu Yevropa Chempionlar Ligasi. Yaxshi o'ynagan emas, kerakli golni urgan, keyingi bosqichga chiqdi.